Oshqozon bu kasalliklar uyi. Ammo to'g'ri ovqatlanish, o'z sog'lig'iga e'tibor berish, bu uyni nafaqat xastaliklardan, balki hayotiy quvvat hamda tanaga haqiqiy shifo bag'ishlaydi. Bugun biz kasalliklar davolanish haqida gaplashmaymiz, balki bu kasalliklarni chaqirmaslik uchun to'g'ri ovqatlanish qanday bo'lishi haqida gaplashamiz. Bizda ovqat yeyish odobi tushunchasi biroz unutilgan. Kam yeyish, ovqatni yaxshilab chaynab yeyish bu ovqatlanishning asosiy poydevoridir. Ko'pchilik muammolarda mana shu ovqatlanishni to'g'rilash orqali yechim topa olamiz. Sog'lom ovqatlanish nima degani? Bu nafaqat go'sht qaynatib yeyish yoki yog'siz go'sht iste'mol qilish emas, balki sog'lom ovqatlar turkumiga kiradigan mevalar, sabzavotlar, polizekinlari hamda murakkab uglevodlar va albatta oqsillar iste'molini o'z ichiga oladi. Bunda ishtahani jilolash hamda ortiqcha vazndan qutulish uchun ovqat mahsulotlari orasida kletchatkaga boy va oqsilga boy mahsulotlar bo'lishidir. Ayniqsa, ozishning haqiqiy formulasi bu ilmiy asoslangan foydali mahsulotlarni tanlashdan boshlanadi. Nonushta qilmaslikning zararlari juda ko'p. To'g'ri va muntazam nonushta qilish kun davomida inson organizmiga energiya beradi hamda metabolizmni boshqarishga yordam beradi. Kechki ovqatda nima yeyishimiz o'ta muhim. Kamida 3-4 soat oldin uyqudan yengil ovqatlar iste'mol qilinishi bu nafaqat uyqu sifatini, balki moddalar almashinuvini ham yaxshilaydi. Bizda tibbiyotda shunday atama bor, sog'lom tarelka. Ya'ni bu nonushta, tushlik hamda kechki ovqatlardagi ovqatlarda qanday qismi va qanday mahsulotlar tashkil topganligi haqida. Bu tarelkaning 50% o'simlik kletchatkasidan iborat bo'lishi kerak, 25% oqsillardan va yana 25% murakkab uglevodlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda dunyoda mashhur bo'lgan interval ochlik usullari juda ommalashgan. Bu usulda tana nafaqat toksinlardan xalos bo'ladi, balki organizm hujayralari yangilanadi. Sog'lom ovqatlanish bu parhez emas, bu turmush tarzi. Sizning hozirdagi to'g'ri ovqatlanishingiz kelajakdagi sog'lig'ingizni garovidir. Sog'lom hayot sari qadam tashlar ekansiz, albatta siz tanangizning ichki holati haqida xabardor bo'lishingiz kerak. Semizlik va charchoqlar ortida ko'pincha gormonal o'zgarishlar yashiringan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlarga yilda bir marta tibbiy check-up dasturlaridan o'tishingizni tavsiya beramiz. Agar sizda yuqoridagi mavzu bo'yicha savollaringiz yoki muammolaringiz bo'lsa, havola orqali o'ting va biz sizlarga aloqaga chiqamiz.